€1000 bize inan uyda emasmiz, biz uy shahardamiz. Sal menga o'xshamdi. Kulturni bu. 9 yil jismoniy tarbiyaga kraski burukitaydan triko kiyib borgan bola o'zancha kulturli bo'lib qoldimi? Giptentak. Yana sizlarga mana qishloqda sharmanda bo'lgam yetmaganda Toshkentga kelib sharmanda bo'lib ketamanmi deyman. Bir Toshkentga kelib qolsiz metroga bor. Ihoda, yosh bolali nogiron yosh katta qariyalarga joy bering desa, hammasingga joy berib bozor qiladi. Men yosh bolali emas, nogiron emasman-ku. Zota qariyasan-ku. Bormasam borman. Yo'q-so'xta. To'g'ri qilding ana shu. Men aqlsizga bo'yamkam. Aqlim bo'lsa sinfdoshlarga o'ylanaman-da. Voy, Maliraga mashilligini modboqsa bo'ladigan joy ekan. Ya muncha mol durasan, maktabga yetam kechqurun Sidanaga borsam, romantika o'rniga qo'ying nechta tug'anni, siring nechta sut berishini aytib o'tirar edim. Xuddi boshqa qiladigan ish yo'q deydi. Voy belam. Aka, bunday qarab turibman, sinfdoshingizga uylangan ekansiz, ha? Ha, shunday. Aka, men ham sinfdoshimni yaxshi ko'raman-da. Shu unga uylansam yaxshimi yoki uylanmasam yaxshimi? Endi uka bu sinfdoshga uylansang ham siqilasan, uylanmasang ham siqilasan. Nimaga? Uylanmasang gullagan xonchaday qizidi. Nima uylanmam deb siqilasan. Uylansang men gullagancha qurib qoldi-ku. Nima uylandim deb siqilasan. Qorni chiqib ketdi-yu, bir lag'mon yeymizmi? Men osh yegim kelyapti, osh yeymiz. Lag'mon yeymiz. Osh yeymiz degan tushuncha menga qarasa meni sinfdoshim bo'lgan bilan xotinimiz oilada erkak xo'jayin bo'ladi. Men nima desam shu bo'ladi, osh yeymiz. Ketmayje. Xo'p, sen boshqa insan sensiragan bayli aql chiqsa uradi. Qani hozir maktabda o'qisam, muallimga chaqirib boralam do'stim. Sinfdoshga uylanasan, o'lang go'kalla.